Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi Akfa Plus romlarimizni uстановкаларni tugatib oldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Chinobod tumaniga o'rnatib berdik. Bu joyimizga jami 12 metr, uzunligi 12,5 metr, 5 ta oralik 2,5 metrdan, enlari 2,5 metrdan, bo'ylari 280. Akfa Plus'ta originaldan 6000 seriya 4 kamera mokri rangidan o'rnatib berdik. Mana bu tomonida ichkarida so'rlari bor ekan, so'r bor joylarni ham chiroyli qilib moslab o'rnatib berdik. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda o'rnashtirildi. Oynalarni 2 qavat oynaning ichiga shotlankalarni ham chiroyli qilib to'qib o'rnatib berdik. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ishlarimiz juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Ishlarni yaqindan sizlarga tanishtirib boraman. Mana oynalari 2 qavat, shotlankalar to'qilgan. Stullarni ham mana har doimgidek besak holatda chiroyli qilib alkohollar bilan o'rab berdik. Pastki tomonini 80 sm, pastdan 80 sm ko'tarildi. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Zamonlari ham mana har doimgidek original. Akfani o'zining brendidan, ligrovkalari ham juda go'zal holatda. Ichki tomonlari, eshigimizni, bu xonadonimizning ichki tomonlari. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa hamma yo'g'i joylariga ham o'ta ham go'zal holatda o'rnashtirilgan. Sizlar ko'rib baho berasizlar. Uchkalari ham hamma yo'g'i original. Xudo xolasa ochilib yopilish ligrovkalari ham go'zal. Eshigimiz mana petlalarni ham Joker baquvvat petlalardan qo'yib berdik. Xudo xolasa bemalol xizmat qiladi. Eshigimiz bozlari ham balkon qanotdan qilingan mana. Bu navbatdagi eshigimiz. Bu eshigimiz ham mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli. Mana qalini 6000 seriya. Qadrli kuzatuvchilar, qalinligi 6 sm. 4 kamera. Mana oynalariga chiroyli qilib shotlankalarni qo'yib, mana buni chiroyli qilib. Stullarini ham mana oldi tarafini beschak holatda alkofon bilan yopib berdik. Romlarimizga keladigan bo'lsak, romlarda har bitta oraliqdan bittadan ochilish bo'lgan. Mana qadrli kuzatuvchilar, har bitta oraliqdan bittadan ochilishlar. Eshiklarning razmerlari, enlari 1.40, 70 sm dan qanot tayinlangan. Navbatdagi eshigimizning ham razmeri bir xil. 1.40 ga, enlari 1.40 ga tayinlangan, 70 sm dan qanotlar. Xudo xolasa mana ishlarimizni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Hozir bu xonadonimizga quyosh rosa tushib turibdi. Shu hisobiga videomizda ozgina kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bu ishlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, kvadratini 1.200.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Qadrli kuzatuvchilar, hamma yo'g'ini xudo xolasa chiroyli holatda, bekam ko'z holatda qilib berdik. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar. Birinchi o'rinda obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.